Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Bugun Toshkent markaz joylashgan Shola nomli milliy sutda ishlangan obyektimizni bitdi. Shuni ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ketdi. Ko'rib turganingizdek bu yerda uzun koridorimiz. Deyarli bu obyektimizda qimmat material ishlatmaganmiz. Bor yo'g'i 4 ta material asosiy ishlatganimiz: tosh, oddiy tosh, loy, taxta va oddiy temir. Shuni sizlarga qanaqa ishlab berganimizni shu restoranni uslubida ko'rsatamasdik. Kirib kelishinglar bilan asosiy hovlimizni joyimizda eski bino bo'lgan. Xuddi shu binoni yeshintirib, tomini, devorlarini, ichkarini, pollarini polniy demontaj qilib, turgan holatiga shu ko'rinish keltirganmiz. Foydali bitta maslahat etib ketaman. Restoran qurmoqchi bo'lsanglar, kuxnya qismi, tepa qismida odam o'tirish kerak emas. Shuning uchun bu yerda alohida binoni qurganmiz. Eski bino bizni boshqatdan 100 kvadratli bino kuxnya uchun qurib berganmiz va bu restoran fishkasi nimadaki, ovqatni o'choqda pishirishadi. Gazda emas yoki elektrический tokda emas, o'choqda. Bilasizlar, mazasi o'zgacha bo'ladi. Shunga davom etamiz, ketdi. Hozir biz asosiy ichkari qismiga kirdik. Bu yerda biz ko'rib turganingizdek bar qismi. Bar qismida ham deyarli qimmat material ishlatmaganmiz. O'ziga yarasha video ham bor. Qattiq tosh, qattiq taxta, qattiq oddiy temir bitdi. Sizlar bilgan qimmatdan Onyxlar, boshqalar qimmat mebelda bu yerda umuman ishlatmaganmiz. O'shanga o'zingiz bir baho beringlar, ko'ringlar, nima deysizlar? Birinchi qavatli joyni ko'rdinglar, endi tepaga chiqib bir baho berasizlar endi. Aytgancha zinamizni bu yerda konstruksiya temir ishlatganmiz. Qimmat narsa emas bu yerda. Konstruksiya temir va unga ko'rib turganingizdek oddiy taxta va o'zini oddiy anaqada yog'ochli kajurasi deydimi, o'zbekchasini bila olmadim. Shu dekor ishlatganmiz, o'zgacha yarasha shunaqa dizaynerskiy решение bo'lgan. Nima deysizlar? Kommentariyada bir fikrlar qoldiringlar. Restoranimiz fishkasi nimadaki, videoni boshida aytganimdek bor yo'g'i 4 ta material ishlatganmiz. Shu loy, tosh, temir, taxta. Ko'rib turganingizdek shu xonadan kelib chiqib, polimiz oddiy kafel. Qimmat emas, o'zidan meshni kafel. Devorimizda oddiy tuproqdan oddiy somon qo'shib, dekorativni ishlaganmiz. Bir italyanskiy, fransuzskiy yoki bir turetskiy bir qimmat dekorativniy shtukaturka emas. Patologimizda bor yo'g'i oddiy nima bo'ladi, chorniy patolog va oddiy to'sinlar. O'zini shlifovka qilib, o'ziga lak berib va texnika bezabat javob beradigan o'zini qoplamasini surganmiz. Bu nimagaki? Yong'inga qarshilik. Men bu gapni aytmoqchiman o'rtoqlar. Qimmat bo'lmagan, budjetli shu materiallardan chiroyli bir yoqimli shu premium ko'rinishdagi restoran realizatsiya qilsa bo'ladi. Faqat o'zini odami bo'lishi kerak. Shunga yarasha shu narsani eplab berish kerak. Xo'sh o'rtoqlar, bu restoranimizda faqat arzon narsa ishlatdik deb o'zimni maqtab boshqa bir ko'rsatmoqchi emasman. Bizda bu yerda kommunikatsiya, elektrika, santexnika va ventilyatsiyaga pul deyarli ayamaganmiz. Ko'rib turganingizdek, santexnikamiz, elektrikamiz, sistemani ko'rsatamiz. Hammasi importni Germaniya, Italiya narsa qo'yganmiz va ventilyatsiya, konditsioner bilan hammasini yangi oxirgi shu modellarni hammasini ishlatganmiz. Sababi bitta o'tirayotgan mijozga komfortli bo'lishi kerak va zarur deb bilaman. O'rtoqlar, bu restoranni deyarli dizayner chizmagan bu yerda, faqat joy egalari o'zligi qat'andir fikr olib, chetdan boshqa bir davlatlar restoran ko'rib, shu hammasini jamlab, nimalarni olib ishlatganmiz. Misol uchun, oddiy tualet. Oddiy tualetda ham kafel qasr qismi endi texnik taraflama to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki suv namgarchilik bor. Bu devorimiz oddiy loy.
ko'p suv namgarchilikda oqib ketish ehtimoli juda katta. O'shanga shu taraf ham o'ylab, texnik tarafini nima kafir ishlatganmiz. Обязательно bu narsa gigiyenskiy va rakvina ham oddiy rakvina emas. Do'kondan qo'yib qo'ymaganmiz. Bu naturalniy tosh. Bu kamida 40-50 kilo buni og'irligi. Shuni 2 kishi ko'tarishgan. O'yib, shu formaga keltirib, deyarli hammasini joylashtirganmiz. Ko'ringlar, baho beringlar. Arzimagan patologiya oddiy shu qamish berganmiz. O'ziga yarasha qanaqadir shu vid beryapti shu narsaga. Mana bu yerda ham ko'p turganingdek mehmonlar uchun qo'lni yuvish uchun bu yerda ham shu pul aymaganmiz. Bu ham arzon emas. Bu og'irroq 60-70 kilolik tosh. Mana haqiqatdan ishlaydi. Ishlatsa bo'ladi. Teglik ham ko'p turganingdek massiv. Bu ham natural. Aytganimdek mana temir, tosh, taxta va loy. Deyarli hamma joyda asosiy 4 ta detal faqat 4 ta material. Nima desanglar bo'ladi? Qanaqadir tabiiy narsa odamga yoqadi bu. Tabiiy ko'rinishda bo'lgan narsa ham tabiiy, ham chiroyli. Xo'sh, restoranimiz terasa qismiga keldi. Bu yerda biz qanaqa resheni qilganmiz? Kichkina balkonimiz bo'lgan, bor yo'g'i 1 metrlik bo'lgan bu yerda. Endi mijozga fikr berganman, shuni ozgina kattalashtiraylik, 2 metrcha qilaylik. Sababi nimaga? Restoran biznesda baribir siz o'tirgan odam uchun pul topasiz. O'tirgan stolik uchun, stul uchun. O'shanga bu yoqqa ham ko'rganinglardek kichkina stolik bo'lsa ham qo'yganmiz. Endi mabodo odam ko'payib ketsa, foyda bu narsa. Shunga stolkalar qo'yib, beton qo'yib, kattalashtirgan ko'rganinglardek yomon emas. Yaxshi rishini bildim shu narsa. Va undan tashqari kuxnyamiz tepa qismini yopolmadik. Sababi pojarniy bezopaslikka to'g'ri kelmas ekan. Qatta gaz bo'lsa, boshqa bo'lsa, kuxnya bo'lsa, tepasida odam bo'lishi kerak emas, jilo. O'shanga biz ochiq qoldirdik va uni tepaga kelgan qoplama bilan polniy izolyatsiya qilib, uni sovutmaydigan qilib. Shunday muammo bo'ldi. Sovutni baribir tan olish kerak. Xatoyimiz bo'ldi, kamchiligimiz bo'ldi. Aytib o'tish kerak uni ham. Uni bartaraf qildik. Xudo xolisi suv o'tmadi, 4 marta yomg'ir yog'di yaxshigina. Bemalol bu yerda yozgi, bahorga, kuzga salqinroq bo'lgan paytda bemalol bu yerda stol-stullar qo'yib bemalol o'tirsa bo'ladi. Ko'ringlar, baho beringlar. Bu ham bir qanaqadir yechim bo'ldi. Mijozi foydasiga. Yana bitta detal aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Bu yerda biz dekorativlashtirganmiz. Tepakaki lyustrani o'rniga oddiy so'rani shoxi qurib qolgan shoxi. Biz uni musorga tashlamaganmiz. Eskisini bizganimiz qolib ketganda turdi oxiri dizayner keldi. Bu joy o'z dizaynlari bor. O'zlari ilhomlanib ko'p narsani, nahodu bo'lib ketgan ko'p narsa bu yerda o'zi. Shu narsani bu yoqqa ilganmiz, lekin o'ziga yarasha chiroyi bor. Yana bir chiroyli bir yechim desam bo'ladi. Xo'sh o'rtoqlar, obzorimizni ko'rdinglar. Ishonamanki, sizlarga bu yoqqan obzorimiz. Men bu obzorda pul haqida umuman gapirmadim. Qatga nimaga qancha pul ketganini. Chunki sizlar fikringiz menga juda zarur. O'zingizlar necha pul deb o'ylaysizlar? Shu restoranda qancha pul sarflaganmiz va bu sahifamizda biz faqat foydali shunaqa obzorlar qo'yib boramiz. Sizlarga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang.